Siz o'z hayotingizning arxitektorisiz. Uni qanday ko'rishni xohlaysiz? Oldingi mavqeingizdan, oldingi omadsizliklardan, o'tmishingizdan keching. Yoshingiz nechidaligini unuting. 70 va 80dan o'tgan yoki ko'pchilik odamlar bilishadi va ishonishadi. Hali yaxshi kunlar oldinda, baxt va boylikka har qanday yoshda erishsa bo'ladi. Biz to'lib toshirib yuborayotgan orzular o'zimiz o'ylagandan-da aslida amalga oshishi oson. Bunda yoshni va mavqemizning ahamiyati yo'q. Agar siz mukammal kelajakni tasavvuringizga olib, qarilik chog'ingizda ham qisqa muddatli maqsadlaringizni amalga oshirishni boshlasangiz, hayotingizga aniqlik va ma'no kiritgan bo'lasiz. Sizda ko'rpadan har kuni ertalab turib harakat qilishga sabab bo'ladi va bu orzularingizni amalga oshirishdir. Siz o'z hayotingizni yo'nalishini chizib oldingiz. Siz oldinni ko'ra biladigan inson bo'ldingiz. Hayotingizni shu tarzda tasavvur qilsangiz, bu mukammal sahnani tasavvur qilib, o'z kelajagingizni rejalashtirasiz. Ongi ostingizda zavqli orzularni vujudga keltiruvchi tuyg'ularni dasturlagan bo'lasiz. Siz ongi ostini shunday obrazlar bilan to'ldiringki, ular chinga aylansin. Siz chindan ham o'z hayotingizning arxitektorisiz. Sizning chizmalaringiz bu sizning maqsadlaringiz va siz ko'rgan kelajak hayotingiz haqidagi mukammal sahna. Sizni uzoq muddatli maqsadlaringiz nafaqat mukammal hayotingizni ko'rsatadi, uni qurishingizda yordam ham beradi. Ular ko'p hollarda tanlovni kamaytiradi, ya'ni ba'zi holatlarda og'ir yoki yomon o'zboshimchalardek tuyulganlarni, hayotdan nimani kutayotganingizni bilmasangiz, ba'zan oddiy bo'lgan kunlik qarorlarni qabul qilishga ham qiynalasiz. Ular sizga keng ma'nodagi rejalardek tuyulmaydi. Unga vaqt va fikringizni chalg'itib, harakatlanishga arzimaydigandek ko'rinadi. Hayotiy reja tuzish hayotning hamma jabhalarida muvaffaqiyatga yaqinlashishimizda bizni ruhlantiradi va moslashishimizga yordam beradi. Yoddan chiqarmaslik kerak, kelajakka eltuvchan holda yaqinlashish lozim, chunki hayot doimiy o'zgaruvchanlikni talab qiladi. Sizning mavqeingiz va sohangiz 5-10 yildan so'ng siz kutganchalik bo'lmasligi mumkin. Ular siz o'ylaganingizdan-da yaxshilanib ketadi. Ong to'g'ri dasturlangan bo'lsa, hayotingiz har bir bosqichda oldingisidan yaxshilanib boraveradi. Har kuni har qanday munosabatlarda yaxshi va yanada yaxshi bo'lib boraveramiz. Biz kengayib, potensialimiz barcha vaziyatlarda ochilib boradi. Ishlab chiqqan rejalarimiz kuchayib, shijoatga, qat'iyatlikka to'lib toshadi. Biz ko'pincha ish ustida oldingi rejalarimizni, ya'ni juda maydalarni tashlab yuboramiz. Men obrazimizni kengayishi bilan bir qatorda tashqi dunyo bo'yicha muvaffaqiyatlarimiz ham kengayadi. Biz to'xtamay oldinga intilamiz, badolatlikka yaqinlashamiz va albatta maqsadimiz aynan shunday bo'lsa. Hozir tirishqoqlik bilan kelayotgan yil uchun asosiy maqsadingizni rejalashtiring. Albatta egiluvchanlikni saqlab qoling, chunki kutilmagan vaziyatlarda imkoniyatlardan foydalanish uchun bu kerakli narsa. Bu sizga qilinayotgan ishingizni aniq ko'ra olishingizga va qo'yilgan maqsadingizga yetishingizda ko'mak bo'ladi. Donolarcha tuzilgan reja turli salbiy holatlarni va ortga tortuvchi vaziyatlarni chetga surib, o'z maqsadingizga to'g'ri yaqinlashishingiz uchun dastak bo'la oladi.